Bloger Avazli yoki Sherzodni biz qotil deydigan bo'lsak, xalq ikkiga bo'linib turib, kimdir o'zini osgan desa, kimdir o'zini osmagan deyapti. Mana shu holat bo'lib xalq ikkiga bo'linmasligi uchun davayki men sizlarga bir boshqacharoq pozitsiya bilan tushuntirib berishga harakat qilaman. Ya'ni bu yerda qotillik bo'lmagan taqdirda ham bularda qanaqadir aybi bormi, yo'qmi, shu haqida gaplashamiz. Bloger Avaz bilan Dalil.uz savol javob qilganda Avaz aytayaptiki, bu ikkalasi o'zini osib qo'ymoqchi bo'ldi degan gapni gapiryapti. Bu ikkalasi o'zini osmoqchi bo'ldi-da. Agar haqiqatdan marhuma o'zini osib qo'ygan bo'lsa, o'zini osishda bu ikkalasini aybi yo'q bo'ladigan bo'lsa, nima uchun o'zlarini osib qo'ymoqchi bo'lyapti? Demak, bundan tushunsak bo'ladiki, bu ikkalasini qanaqadir aybi bor. Ya'ni marhuma o'lishidan oldin urganmi, so'kkanmi yoki zo'rlaganmi? Mana shu narsani ko'tara olmasdan qiz o'zini osib qo'ygan bo'lsa, bular o'zini aybini borligini bilib turib o'zlarini osib qo'ymoqchi bo'lgan. Bekardan bekar emas. Okey, umuman boshqa versiyani ko'rib chiqamiz. Marhuma ishdan charchab kelib yoki zerikkandan o'zini osib qo'ymagan. Hayotdan to'yganki, shu darajaga yetib kelganki, o'zini osishgacha borganda, bunga kim sababchi? Sherzod sababchi deb o'ylayman. Nimaga? Chunki bular oxirgi 1 yil, 2 yil davomida ikkalasi atnosheniyada bo'lgan, birga yashashganmi, aloqada bo'lganmi, atnosheniyada bo'lganda, bularning o'rtasida doimiy urush janjal bo'lgan. Mana shu urush janjallardan bu qiz o'ziga psixologik travma olib turib, o'zini osib qo'yish darajasigacha borgan. Bunga dalil qilib keltirib beradigan narsam Sherzodni Nozimani urib oqizib qo'ygan videosini ko'rishimiz mumkin. Yoki Nozima pichoq ko'tarib Sherzodni orqasidan qulab yurganini ko'rishimiz mumkin. Ya'ni tushundinglar, bularning o'rtasida doimiy urush janjal kelishmovchilik bo'lib kelgan. Demak, kim sababchi ekan? Sherzod sababchi ekan. Okey, umuman yana boshqa versiyani ko'rib chiqamiz. Sherzodning aytishi bo'yicha, men O'zbekistonga borib uylanmoqchiman deganimdan keyin mana shu urush janjal bo'ldi, keyin o'zini osib qo'ygan bo'lishi mumkin degan gapni gapirdi. Nimani talashib urishdilar aka? O'zbekistonda unashtirilgan. O'zbekistonda unashtirilganidan yashashgan, bu keyin borib uylanaman degan, bu qiz unga sabr qilmagan, chidamagan, yo'q menga uylanasan degan, xullas urush bo'lgan. Buni endi Sherzod o'zini tili bilan aybi borligini isbotlab turibdi, tan olib turibdi. Ya'ni yuboy qiz yashayotgan insoni bilan argi qanaqadir niyat bilan, bir umid bilan yashaydi. Ya'ni hech qaysi qizga bir одноразовый bo'lib yashash yoqmaydi. Ya'ni Sherzoddan umid qilgan, birga yashaymiz, oila quramiz, shunaqa o'ylar bilan yurgan bo'lsa, Nozima, Sherzodning o'yi nima bo'lgan? Tam bu qiz bilan 1 yil, 2 yil yashayman, kayfini qilaman, tam foydalanaman, keyin shu O'zbekistonga borib to'y qilib bittasini olaman, shu degan o'y bilan yurgan. Mana haqiqatdan bola uylanmoqchi bo'lgandan keyin marhuma bu narsani ko'tara olmasdan, qabul qila olmasdan, ya'ni aldanganini, ya'ni bu Nozimadan Sherzod shunchaki foydalanganini, prosta kayf uchun yoki pul uchun yashab yurganini bilganidan keyin marhuma bu narsani qabul qila olmasdan o'zini osib qo'ygan bo'lishi mumkin-da. Demak, kim sababchi ekan? Sherzod sababchi ekan. Ya'ni sizlarga tushuntirib bermoqchi bo'lgan narsam shuki, bu yerda qotillik bo'lmagan taqdirda ham %100 marhuma o'zini osishiga Sherzod sababchi. Demak, Sherzod sababchi bo'lgandan keyin, aybi bo'lgandan keyin bu jinoiy javobgarlikka tortilish kerak. Nimaga ko'chada kimdir bitta mushukni kattaroq tepib qo'ysa 7 sutka berib qo'yapti, yoki kimgadir kattaroq gapirib qo'ysa 15 sutka beryapti. Lekin bitta inson o'lib ketishiga kimdir sababchi bo'lyapti-da, bunga hech qanaqa jinoiy javobgarlik ham ochilmayapti, hatto bir 3 sutka ham bermayapti. Nima uchun? Tushundinglar? Ya'ni любом случае men bu yerda Sherzod sababchi deb bilaman va jinoiy javobgarlikka tortilish kerak deb o'ylayman. Lekin 100dan bir 70-80% holatlar bu yerda qotillik bo'lgan alomatini olib kelyapti. Lekin sizlarga qotillik bo'lmagan, o'zini osmagan, o'zini osgan degan gap so'zlar ko'paygani uchun sizlarga boshqacharoq versiya bilan tushuntirib berishga harakat qildim. Kerak bo'lsa keyingi videoda bloger Avazda qanaqadir aybi bormi, yo'qmi, shu haqida gaplashamiz.